usichivi o'tirmaydi, to'polonchi, tili yaxshi rivojlanmagan, darsni o'qigisi kelmaydi, kerakligini bilsa ham aytgisi kelmaydi, shunaqa bolalarimiz bor. Diqqati boshqa yoqda. Diqqati telefonda yoki boshqa narsada qilgisi kelmaydi. Ana bularni ne usichivi deydi, o'tirg'izib bo'lmaydi. Maktabga ham turib ketaveradi, o'qituvchisi dodlaydi. Mana xotirani, diqqatni kuchaytirib beradigan diqqat. Aynan bola organizmini, diqqatini, xotirasini mustahkamlab beradigan bizning mahsulotimiz. Tili chiqmayotgan, tili chuchuk bolalarni ham tilini tez chiqarib beradi. Bir xil bola kech gapiradi. 5 yoshda ham g'uldur-g'uldur qiladi, aniq bir ravon gapirmaydi. Mana shuning. Necha yoshdan kirsa bo'ladi buni? Necha yoshdan beryapsiz? 3 yoshdan beryaptilar bolalar. O'sha effektini sezyapti. 2 yosh, 3 yoshdan beravering. Hozirgi bolalar tez развивающий bolalar. 2 yoshdan 3 yoshdan beraverasiz. 12 yoshgacha berasiz. Kapsula ko'rinishida. Kapsula ko'rinishida maza qilib yeb oladi. Mana baliqcha. Baliqcha ko'rinishida yeb oladi. Mana bu kichkinalar uchun, mana bu kattalar uchun. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham berilgan. Gijjasiga mana bolalar uchun beryapmiz, kattalarga beryapmiz, kishishligini tozalash uchun. Kalsiylarimiz ham bor. Buni kattalarga beramiz. Mana bu yerda 18 yoshdan keyin beriladigan kalsiylarimiz ham bor. Vitamin B, C'lar bor. Organizmi hozir bolalar maktabda charchaydi. Dars qilgisi kelmaydi, lensay bo'ladi. Beringlar vitaminlarni. Beringlar joningizda aylansin. 59 ming, 60 mingta vitamin. Bir oy massa qilib bolangiz ichadi. Ko'chadan ximikatni ham olib berasiz. Ko'chaga sraz antibiotikka, gormonga sizga 10 kun ta'sir qiladi. 11-kun bolangiz yana immuniteti tushib, yana kasal bo'ladi. Undan